Bu Fransiyaning eng hashamatli va eng mashhur saroyi, Versal saroyi. U oddiy binodan ko'ra ko'proq, butun bir imperiyaning ramzi. Versal 17-asrda Quyosh qiroli Lyudovik 14 buyrug'i bilan qurilgan. Qirol Parijdagi siyosiy notinchlikdan charchab, hokimiyatini markazlash uchun shahar tashqarisida ulkan saroy qurdirdi. Saroyning uzunligi 580 metr, unda 2300 dan ortiq xona bor. Eng mashhur qismi oynalar zali. Bu yerda 357 ta oyna quyosh nurlarini minglab chaqnashlarga aylantiradi. Versal bog'lari o'zi bir san'at asari. 800 gektardan ortiq maydonda 50 dan ziyod favvora va 150 ming daraxt bor. Har bir yo'lak, har bir gulzor matematik aniqlik bilan joylashtirilgan. Ammo bu hashamat uzoq davom etmadi. 1789-yilgi Fransuz inqilobi paytida qirollar quvildi. Versal esa tarix sahnasidan tushdi. Keyinchalik Napoleon bu yerda turli tantanalar o'tkazgan. Bugun Versal saroyi UNESCO merosi va har yili 10 milliondan ortiq sayyoh tashrif buyuradigan muzey. Har bir burchagida qirollik shon-shuhrati va inqilobning nafasi. Versal bu shunchaki saroy emas. Bu hokimiyat, go'zallik va inson orzularining oltin aks sadosi.